Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun poligondamiz. Bugun Tracker avtomobilini tormoz testi bilan Lacetti testini o'tkazib ko'ramiz. Test o'tkazishda bizga katta yordam bergan avtomobillar bo'yicha mutaxassis Baxtiyor akamga yuzlanamiz. Do'stlar, mana testimizni ham o'tkazib oldik. Test o'tkazishda bizga katta yordam bergan avtomobillar bo'yicha mutaxassis Baxtiyor akamga yuzlanamiz. Ulardan jonli o'tkazib olamiz. Baxtiyor aka, avtomobilni ko'rdingiz, o'zingiz haydab ko'rdingiz. U to'g'risida jonli fikringizni aytib bersangiz, iltimos. Ko'rib turganinglarda avtomobil o'zini a'lo darajada ko'rsatdi. O'zini crossoverligiga qaramasdan, bu betonda o'tkazayotganimizga qaramasdan, Lacetti testida o'zini a'lo darajada ko'rsatdi. Konuslarni bittasini ham urib o'tib berdi.